O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholiga tez tibbiy yordam ko'rsatish tizimini takomillashtirish to'g'risidagi qarori xalqimizda tez tibbiy yordam ko'rsatish sifatini yanada oshirishda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Ma'lumotlarga ko'ra, viloyatimizda bugungi kunda 316 ta tez tibbiy yordam brigadalari aholiga tunu-kun tibbiy xizmat ko'rsatib kelmoqda. Aholiga ko'rsatilayotgan tez tibbiy yordam sifatini yanada oshirish maqsadida mavjud tez tibbiy yordam stansiyasi va shoxobchalarining moddiy texnik bazasi mustahkamlanmoqda. Ishtixon tuman tez tibbiy yordam stansiyasi bugungi kunda 20 ta tibbiy brigada orqali tumanning 290 mingdan ortiq aholisiga tibbiy yordam ko'rsatib kelmoqda. Ko'rsatilayotgan tez tibbiy yordam sifatini yanada oshirish maqsadida stansiyaning moddiy texnik bazasi yildan yilga mustahkamlanib bormoqda. Xususan so'nggi yillarda stansiyaga 7 ta zamonaviy avtomashinalar ajratildi. Bu bilan esa tumanning eng chekka va olis hududlariga bo'ladigan chaqiruvlarga o'z vaqtida yetib borish imkoniyati yaratildi. Shifokorlarga ming rahmat. Aytgan vaqtimizda yetib keladi. Davlalarimizni o'lchaydi, sog'liqlarimizni kerak bo'lsa qiladi, dori-darmon beradi. Mana shu qizimga ham, o'zimizga ham tez davlatlarimiz chiqib turadi. Aytgan vaqtimiz oqshommi, kunduzmi yetib keladi. Rahmat hammasiga. Prezidentga ham rahmat. Hamma sharoitlar bor. Yangi jihozlangan mashinalar berilgan, hamma sharoitlar bor ichida. Kerak bo'lsa bansaga ham olib ketadi. Tibbiy ko'riklardan ham o'tkazib turadi. Men boshlab ishga o'tgan paytlarimda Damas avtomashinasi bor edi, bizda mavjud edi. Hozirgi paytga kelib mana zamonaviy Volkswagen avtomashinasi berildi. Juda bu qulayliklari yaxshi, hamma sharoitlar bor. Albatta oldin chaqiriqlarga kechikishlar bo'lardi. Mana hozirgi paytga kelib vaqtida borilyapti, o'z vaqtida. Tezroq borib, ertaroq yordam ko'rsatishimiz uchun yaxshi. Muhtaram yurtboshimizga rahmat. Shuni ham alohida aytish kerakki, Respublika tez tibbiy yordam markazi Samarqand viloyati filiali qoshida Janubiy Koreyaning Kofix tashkiloti bilan hamkorlikda tashkil qilingan o'quv simulyatsiyon markazi mutaxassislari muntazam ravishda tumanda bo'lib, tez tibbiy yordam brigadalari, xususan shifokor, feldsher va tez tibbiy yordam haydovchilari uchun mashg'ulotlar o'tkazishmoqda. Ularning tajribalarini oshirishga ko'maklashishmoqda. Bu esa tuman aholisiga ko'rsatilayotgan tez yordam sifatini yanada oshishiga xizmat qilayotgani bilan ahamiyatlidir. Bemorlarga birinchi yordamni dars sifatida har haftaning shanba kuni o'tib boramiz. Shoxobchalarni bosqichma-bosqich chaqiramiz. Maqsad aholimizga tez tibbiy yordamni mukammallashtirish, sifatli tez tibbiy yordam ko'rsatishdan iborat. Darvoqe Ishtixon tumani tez tibbiy yordam stansiyasida faoliyat ko'rsatayotgan xodimlar uchun munosib ish sharoitlarini yaratib berish maqsadida tashabbusli budjet loyihasi asosida 1,5 milliard so'm mablag' yutib olingan edi. Ayni paytda stansiya uchun yangi va barcha sharoitlarga ega bo'lgan bino qurilmoqda.